onkologik kasalliklarda yoki infarkt o'tkazgan bemorlarda yaqin orada o'tkazilgan infarktlarda o'lim holatiga olib keladi. Yaqinda bizni sanatoriyamizdagi xodimlar bilan oramizda shu gaplashib o'tirganimizda yaxshi bir mavzuda gaplashdik. Ya'ni bizni o'zida vrachimiz bor, oliy toifali. U kishini xulosalaridan shu bo'ldiki, bizga kelayotgan bemorlarda birinchi marta aniqlanayotgan onkologik kasalliklar, turli xil o'smalar aniqlanyapti va bundan tashqari EKGda, ya'ni tekshiruvlarda o'tkazilgan infarktlar, insultlarni aniqlaganimizdan keyin ko'p bemorlar qaytib ketib, o'zini ustida, sog'lig'i ustida ancha ishlashyapti. Bu bizda nimani oldini olyapti? O'lim holati yoki reanimatsion holatlar, kasallarda reanimatsiyaga tushish holatlarini oladi. Buni asosiy sababi bizda bo'layotgan shu chuqur analizlar, tekshiruvlar. Shuning uchun biz yana bir xulosaga keldikki, bu bemorlar serovodorodga tushmaganligi sababli bunaqa holatlar kuzatilmayapti. Chunki bizdagi suvimiz, serovodorodli suv onkologik kasalliklarda yoki infarkt o'tkazgan bemorlarda yaqin orada o'tkazilgan infarktlarda o'lim holatiga olib keladi yoki onkologik kasalliklarni tezlashtirib yuboradi. Va qolgan bemorlarga ham, misol uchun ko'pchilik bilmaydi, men sog'man deb yuradi, o'zini tekshirtirishlikni tavsiya qilamiz.